Avtomobillarga qishki mavsumdan chiqqandan keyin nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir sizlar bilan shuni ko'ramiz. Birinchi o'rinda hadoviy rezinkalarga e'tibor berish kerak. Chunki rezinka suvida qotib o'zining xususiyatini yo'qotib qo'yadi. Bilasizlar, hadoviy asosiy yumshoq turadigan narsalari hadoviy rezinkalari hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda amalzator. Amalzator ko'rayotganinglardek moy oqizmagan, shunday holatda turibdi, lekin ishlatganda gazlar chiqib ketib, bu ham o'zining xususiyatini yo'qotib qo'ygan. Agar amalzator yaxshi bo'lsa, tepasidagi chashkasini qo'yib olsa, xudo xolisa muammosi hal bo'ladi. Uchinchi o'rinda bo'lsa, sharoylari. Bu mashinada ko'rayotganinglardek sharoy qismi ham ketib qolgan. Chunki yomg'ir qorda chuqur to'lganda chuqurga ayamasdan mashina tashaladi. Shu paytlarda sharoy ham ketib qolishi mumkin. Asosan mana shu 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Bu mashinada ruloy kolonkalari moy oqizib olgan ekan. Ruloy kolonkalarni ham xudo xolisa remont qilib, tayyor holatda qo'yib beramiz. Xohlaganlar uchun zamin qilib ham qo'yib beramiz. Kimda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Pastda murojaat uchun nomerlarni qoldirib qo'yamiz.